Hammaga salom do'stlar. Mana hozir biz ham mana bitta bola reklama qilgan narsani tortdik. Hozir qaytyapti. Bunda eng oson narsasi bor ekan. Bitta reklama orqali, mana shunaqa reklama orqali 10 kupion plus olsa bo'lar ekan. Shu ilovani tortinglar. Yaxshi narsa ekan, lekin ishonchli, yuzingiz ishlasa bo'lar ekan. Mana hozir menda 71 kupion bor. Mana короче buni bosasizlar. Keyin mana bunaqa reklama chiqadi yana. Hammada reklama chiqadi, faqat boshqachalar ham chiqishi mumkin. X chiqadi, X bosasizlar. Undan keyin mana bunaqa narsadan keyin karney bilan keyin mana dumaloq chiqadi. Men karneyga qo'lim tegib ketib qoldi. Unga qo'lingiz tegmaslik kerak edi. To'g'ri, lekin qo'lim tegmaslik kerak edi. Короче, mana kirasizlar. Mana sanayapti vaqt. 5 sekund, 2, 1, 0. Bo'ldi, mana 0. Короче, shunaqa chiqadi. Menda 71 kupion bor. Keyin u bola mana sariqni bosib o'ynab ketishda ko'rsatuvdi. Lekin mana 10 plus turibdi-ku, ashunimda bossanglar bir marta ko'rsa bo'lar ekan, videoga bir marta 10 yuzga qo'shib olsangiz bo'lar ekan. Bonus. Keyin to'g'ri aytibdi. Mana shu sariqni bosasizlar. U bola ham shu sariqdan oldin shu 10 plusni bosib olib bo'lganda shuni. Shu 10 kupionni olib bo'lgan. Ishonchlimi yo'qmi? Hali beri hech kim bilmaydi. Biladiganlar bilsa kerak, kommentariyga yozib qo'ysizlar. Короче, shunaqa gaplar. X bosdim men. Mana uni bosdim. Keyin короче mana dumaloq bilan karney turadi. Dumaloqni bosasizlar. Shu reklama chiqyapti faqat menda. Qolganlarda Uzun market, Temu, ashunaqalar chiqadi. Короче, shunaqa gaplar. X bosasizlar. Undan keyin mana hozir mana shunaqa chiqadi. 10, 66, 55, 8 bo'ldi. Shunaqa короче shunaqa yozasizlar. Mana shu yerda ko'rsatilgan raqamni yozasizlar. Sizlarga qanchadan kupion beradi? Menga 10 kupion berdi, 81 kupionim bo'ldi. Короче, bir martaligi, shu oxirdagisini o'rnini almashtirib qo'ysanglar, ikkitasini oxirdagi ikkitani o'rnini almashtirib qo'ysanglar, 51 kupion bo'lib qoldi. Menda 45 edi, 51 bo'lib qoldi. Keyin yana shunaqa qilib ko'rdim, bo'lmadi, o'xshamadi. Bir martaga o'xshayotgan xolos. Ana qarab turinglar, hozir mana bunday qildim-da, shunda 10, 6, 33 emas, 0, 3 qildim mana. Mana shu ikkalasini oxirdagi ikkasini o'rnini almashtirib yozdim. Qanday beradim ekan? 81 kupionim bor edi. Undan oldin 45 edi, 51 bo'lib qoldi. Shunaqa reklama ham chiqadimi? Короче, menga kupion bermadi. 81ligicha qoldi. Bir marta qilsanglar o'xshayotgan lekin. Hammaga xayr. Короче, bo'pti.